Samarqand bo'lsa 100 kvadratga boraverasiz. Hech bo'lmasa 100 ga bo'lsa boramiz. 100 ga borilaveradi. Boramiz. Yangilik bo'lib turibdi. Bu asha 100 metrlik joy yetaveradi, ishlang 100 metrlik. Endi mana shunaqa bizda MCJ shunaqa plyotniz yo'li bilan nima ham bo'laveradi. Pristinaga bo'laveradi. Firmalarga zo'r bo'lib turadi. Bu shunaqa nimamiz bor. Kazio Marlon yo'lida kanalda o'tgandan keyin turib, biraz quyilaveradi. O'shaning uchun orasida sichqon kalamish bo'lmaydi, qurqimsa bo'lmaydi buni nimasi. Azalgi shunaqa. Hali qamis solib qo'ysa orasida sichqon bo'lgan yo'l bo'lib qoladi-da. Bunda bunaqa xatolar bo'lmaydi. Mana bizni jamoamiz, brigadirlarimiz, bizda endi 60 dan ziyod ishchimiz bor firmamizda. Mana nimalarimiz, jamoamiz, xudo xolasa ishga tayyor. 2026 sezonga tayyormi? Tayyor. Xudo xolasa shunaqa xizmatga aytaverasizlar. Hammaga assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana 2026-yil sezon ham boshlandi. G'alatiga assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Asosan mana usta akalarimiz ko'ryapti. 26-yilda mana pena betonni birinchi bo'lib o'zi olib kirgansiz O'zbekistonga. Bu xolasa mana 26-yilga yangi narxlar, yangi aksiyalar bilan xudo xolasa boshlanyapti. Nima yangiliklar? Mana havo уже 20 gradus. Ish boshlaganmi? Ish boshlangan-a уже, ha? Plusovый. O'sha narxlarimiz endi o'sha 3 yil oldingi narx o'sha turibdi. Ko'tarib, misol semen ko'tarildi, o'zgargan yo'q. O'sha. Aha. Bizda endi hozir yangiliklar bor, endi yangiliklarimiz bor, hozir ko'rsataman. Bir qator ko'rsatib ketasiz. Ko'rsataman. Mana bu apparatlarimiz mana Toshkent Voha tomondan chiqadi. Mana shu apparatlar sizda zavod bo'lib ketdi-ku, ha? Nechta bu? Bizda 20 ta 30 ta brigada bor. 60-70 ta brigada nimani ish soni bor bizda. 20 ta 60 ta odam ishlaydi sizda. Shunaqa. Gap yo'q. Va sizda O'zbekiston bo'ylab bu joyga masalan transportingiz bor ekanda, mana ko'rib turibmiz, mana shu o'zida ham 10 ta ortiq transport turibdi. Aytgan joyga borib qilib berilaveradi. Necha kvadratgacha? Endi uzoq yaqiniga qaraymiz. Misol uzoqroq bo'lsa hech bo'lmasa 100 kvadrat boramiz. Masalan Samarqand bo'lsa 100 kvadratga boraverasiz. Hech bo'lmasa 100 ga bo'lsa boramiz. 100 ga borilaveradi. Gap yo'q ekan. Va endi o'zingiz bir qator o'sha pena beton videolarini ham qo'yib ketamiz. O'tgan yil ham videolarni chiqarganmiz akamizni. Tushunmaganlarga o'z ma'lumotini berib ketasizlar. Loydan nima farqi bor? Pena beton nima? O'sha pena beton endi shu olarasiz. Asosan issiqni, sovuqni izolyatsiya qiladi. Terini izolyatsiya qiladi. Mana quyayotgan nimalarimiz, misol tomga qo'yamiz buni, polni o'rniga qo'yib beramiz. Mana shu nomerimiz o'sha 4802. 3 yildan beri o'sha nomerni qo'yaman reklamaga. Issiq, sovuq yaxshi edi. Mana yo yangi sepadigan apparatimiz yana o'nlar. Undan bir 3-4 ta bor bizda. Uni sepayotgan apparatdan. Bitta ko'raylik aka. Bu hozir vodiyda adashmasam kam ham bo'lmasa kerak. Ha, vodiyda endi hozir yangilik yo'l turibdi. Bu asha 100 metrlik joy yetaveradi, ishlang 100 metrlik. Asha bir 30 etajlargacha yetaveradi-da. Balandligi. Bu nimalarga endi asosan nimalarga ishlatiladi? Bu bundaqa tunuka tomni taydan sepsiz, issiqlikni o'tkazmaydi nimani. Sovuqni o'tkazmaydi. Utubliniya qiladi. Terma izolyatsiya asha bo'ladi. Devorlarga sepsa ham, devorlarga bo'ladi. Bo'ladi. Beton quyilgan nimalarga sepilib, hali xolodilnik qilishyapti hozir. Shunday qilsa bo'ladi. Yine vali nima bor? Basseyn qilinyapti hozir. Basseynga ham sepsa bo'ladi bundan. Katta uylarda podvalga hani sepib keyin zaspga qo'yib yuborishadi-da. O'sha qilsa ham bo'ladi bundan. Bular Toshkentda o'zi trendda odamlar biladi. Biladi. Vodiyda yangilik. Biladi. Xizmat ko'rsatilaveradi. Xizmat O'zbekiston bo'ylab xizmatimiz. Necha pul narxi kvadratni necha pul? Hop, buni 6 dollardan qilib beryapmiz. 6 dollardan. Kilosi bay buni. Kiloga 6 dollardan sepamiz. Endi 1 kilosi qancha yetadi? 1 kilosi 1 kvadratni abag'ida. Ya'ni qalin yupqasiga qaraydi. Qalinroq bo'lsa, juda ko'proq yetib oladi. Bo'lmasa, yupqaroq bo'lsa 1 kvadrat yetadi 1 kilosi. Endi mana shunaqa bizda MCJ shunaqa plyotniz yo'li bilan nimasi ham bo'laveradi. Pristinaga ham bo'laveradi. Firmalarga zo'r bo'libdi-da unda. Bu shunaqa nimamiz bor, xizmatimiz bor.
Naqdda, kartda farqi yo'q. Farqi yo'q. Endi hali katta firmalar ham aloqa qilsa bo'laverganda. Ha, aloqa qilsa qilib beryapmiz. Bemalol aloqa qilsa yana qilib beraveramiz. Ha, o'sha o'zgarmaydi. O'sha. Yo'q. Narxni ko'tarib qo'yish yo'qmi? Yo'q. Mana hozir omborimizda yana bir 3-4 ta apparatimiz bor, bu ham tayyor hozir. Sklat nimalarimizda. Hali mashina oltirmaganlar ham bor. Mana bu yoqda ham bor mana shunaqa. Ha, betlarni endi rekonstruksiya qilyapman. Kelib ko'rganmiz. Alipga masalan adresni ham bir qator tushuntirib berasizmi? Ha, adresi Qo'shtepa tumani. Qo'shtepa tumani. Barot Mufiya deyiladi. 39-uy bizniki. Bemalol maqsad bo'ladi. Mana bu ofisimiz yo'lni bo'yida, mana Yazyon Marlon yo'lida. Kanalda o'tgandan keyin, ha, kurida 7 kilometr. Alibek aka mana ancha ma'lumotni oldik endi. Endi masalan buni loydan farqini asosiy nimalarni aytmadingda? Odamlar o'zi biladimi? Biladi, endi loydan 5-6 barobar yengil bo'ladi. Issiq, sovuq yaxshi edi. Hali nimani qamish, korobka nisma solmaydi bunga. Vassasi qoqilgan bo'lsa, ustidan materialimiz bor, paraizolyatsiya membrana deydi. O'shani solib turib, sразу quyilaveradi. O'shaning uchun hali orasida sichqon kalamish bo'lmaydi, qurqimsa bo'lmaydi buni nimasi. Afzalligi shunaqa. Hali qamish solib qo'ysa orasida sichqon yuradigan yo'l bo'lib qoladi-da. Toza pokiza bo'ladi. Bunda bunaqa hasharot bo'lmaydi. Afzallar ko'p. Narxlari necha pulgacha degan? Endi vodiy bo'ylab 45 ming qilib beryapmiz, pina betonda. Toshkent mahalliga kelishiladi. Yo'l haqqi bor endi. Necha pulgacha endi mana obunachilarga sir bo'lib qolmasin-da, masalan, patologiyani oxirgi narxini 55 minggacha bo'ladi. 55 minggacha bo'ladi. Endi sementcha vodiydan ko'ra qimmatroq bo'ladi-da. Oldin 25 minglik paytda shunaqa narxda oz ko'tarilganda narx o'zgargan yo'q. Narx o'zgargan yo'q. 3 yildan beri o'sha narxda qilib beryapmiz. Xizmatlar yo'q. Mana xudo xolasa ko'rib turgan bo'lsanglar 2026-yil 19-fevral Ramazonning 1-kunida turibmiz. Kanalga obuna bo'lib, bo'lmasa mana 4802 siz nomeringiz postoyanniy, ikkovi ham. Operatorlar javob berishadi. Pastdagi Instagramga obuna bo'lib, akamiz ishini postoyanniy o'zlari kuzatsalar bo'ladi. Mana shu nomerimiz. 24 soat javob berishadi. Kechagi kunduz любой videoni ko'rgan paytingizda telefon qilaverasizlar. Kanalga obuna bo'lib ketasizlar. Mana shu akamiz nomerini saqlanib qo'yasizlar unda. Sog' bo'linglar.